Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz bayroqlar qurish challenge 3-qismini olamiz. Bugungi qismlarda biz quramiz. Bular Rossiya, Bulgariya. Keyin yana hozir ko'ramiz qaysi davlatlarni qurishimni. Hop, mana bu yerda 3 hop, mana bunday qilamiz. Yana bir blok kattalashtirishimiz kerak, chunki narsamiz 3 ga 9 bo'ladi. Bayrog'imiz. Shuning uchun ozgina kattalashtirdim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 2 ta obunachidan keyin 60 ta obunachi bo'lamiz. 60 ta obunachi bu yana 40 ta obunachidan keyin yana 40 ta obunachidan keyin 100 ta obunachi bo'lishimizga ozgina qoldi degani. Xo'p, mana bu yerga birinchi navbatda biz Rossiya bayrog'ini qurib olamiz. Xo'p, keyin esa pastrog'iga mana bu Rossiyaning qizil narsalarini qo'yamiz. Xo'p, keyin mana bu oq bloklarni ham qo'ysak, ya'ni oq betonlarni ham qo'ysak, Rossiya bayrog'i biz tayyor bo'ladi. Mana Rossiya bayrog'i tayyor. Endi mana bu yerga Bulgariya bayrog'ini quramiz. Bulgariya bayrog'i ham Rossiya bilan bir xil. Hop. Endi 6 ga 9 qilishni boshladik. 1 2 3 4 5 6. Hop, mana tayyor. Endi mana bu yerga ham quramiz. Hop. Mana bu yerdan mana bunday qilamizda. Xullas, mana shu yer noto'g'ri ketgan. Mana bu Turkiya deb mana shu yer noto'g'ri ketgan. Hop, endi mana bu yerga oq betonlarni qo'yamiz. Bu safar 3 ta bayroq qurishimiz kerak. Bo'pti, mayli, sizlar uchun 5 ta emas, 6 ta bayroq quraman. Hop, mana bu yerga Bulgariya bayrog'ini quryapmiz hozir. Bulgariya ham aytganimdek Rossiya bilan bir xil, ya'ni atigi anaqasi ajralib turadigan jihati bu mana bu yerda ko'k emas, yashil borligi. Hop, ana endi keyingi quradigan bayrog'imiz buni bo'ladi. Mayli, Gretsiyani quramiz. Hozir Gretsiyami? Xullas, ana shu davlatni quramiz, do'stlar. Xo'p, mana bu yerga mana bunaqa seri betonlarni qo'yib olamiz va mana bu tomoniga ham, ya'ni kvadratini yasaymiz. Hop, mana yasaymiz. Yana bir blok noto'g'ri qilib qo'yamiz. Hop, mana endi bir xil bo'ldi qolganlar bilan. Ana endi bu yerga Greksiya bayrog'ini qurishni boshladik. Mana bunday. Hop, Greksiya bayrog'i mana shunday. Bilmaganlarga hop, mana bunday qilamiz. Ya'ni Greksiya bayrog'ini qurib olishimiz kerak. Hop, mana bu yerga ham videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarning like'ingiz va obunangiz men uchun kattakon motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Hop, keyingi quradigan bayrog'imiz bu Finlandiya. Finlandiyani qurish ham unchalik ham qiyin emas. U ham oddiy davlatlardan biri. Mana Gretsiya tayyor. Endi mana bu yerga esa aytganimdek Finlandiyani quramiz. Hop, Finlandiyani uchun mana bunaqa ko'k emas, to'qroq ko'k kerak. Shuning uchun hozir biz to'qroq ko'kni olamiz. Ya'ni mana bunaqa ko'kni olamiz. Finlandiyani bayrog'i uchun. Keyin esa Svislandiyami yoki Shveysariyanimi quramiz. Xullas, hozircha bizda narsalar yo'q. Bayroqlarni qurish bo'yicha qaysi bayrog'ni quray ekan? Hozir bizga oq ham kerak. Xo'p, oqni ham olamiz va boshladik Finlandiyani qurishni. Xo'p, mana shunday quramiz. Qoch sen, mol asabga tegasan. Xo'p, mana bunday bir blok tepaga qilish kerak. Xo'p, mayli, endi mana bu yerga qarab qurishni boshladim. Hop, mana bunday. Mana Finlandiya tayyor. Mana bu yerlarga oqni ham qo'ysak, mana bu Finlandiya. Keyingisini nomini bilmayman, to'g'risini aytsam. Hop, keyingisini hozir quramiz, do'stlar. Keyingisiga hop, bizga sariq ham kerak bo'ladi. Hop, keyingisiga sariqni o'zi bo'ldi. Hop, hozir biz atigi 4 dona davlat quramiz. Hozir 5-inchisi bo'ladi.
Hop, mana bu yerga seriy betonlarni qo'yib, endi 6 blok qilamiz uzunligini. Hop, ana 6 blok ham tayyor. Endi mana bu yerga ham betonlarni qo'yib chiqsak bo'ldi. Vop, 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 vop. Ana, всё bo'ldi. Hop, ana endi bu yerga o'sha davlatni qurishni boshladik. Aytganimdek nomini bilmayman, to'g'risini aytsam. Mana bundaymi? Yo, bir blok buni ham kichraytirib qo'yamiz. Xolos, mana shunday bo'ladi. Bu davlatni ham bayrog'i. Faqat bunga endi ochroq mana bunaqa ko'k kerak. Mana bunday qilamiz. Oq demadim, ko'k dedim. Hozir mana bu ko'klarni quramiz. Birinchi Minecraft shu davlatda ishlab chiqarilgan 2009-yil, 2011-2009-yillar mana shu davlatda ishlab chiqarilgan. Hop, endi yana bir dona davlat qoldi. Uni esa hozir biz quramiz. Hop, hozir biz qaysi davlatni qursak bo'larkin? Do'stlar, hozir biz quramiz. Hop, hozir biz quramiz. Shvetsariyani quramiz do'stlar, Shvetsariyani. Shvetsariyani quramiz do'stlar. Shvetsariyani bayrog'i hamma bilgandek to'rtburchak bo'ladi-yu, mayli biz mana bunaqa uzunchoq quraveramiz. Mayli, hop. Bayrog'i to'rtburchak bo'lgan sababi uni men ham bilmayman nimaga to'rtburchakligini. Hop, mana bunday ana endi bo'ldi. Bir blokdan kattalashtirsak, hop, mana shunday qilaveramiz. Shvetsariyani bayrog'ini, hop, shu bilan tugaydi narsamiz, videomiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan men Zevix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 60 ta bo'laylik.